Hammaga alangali salom. Sizlar bilan yana Agrar Planet kanalida birgamiz. Bugun biz Delavalning sigir sog'ish karuseli va robotlar haqida gaplashamiz. Siz ko'rib turganingiz bu Delavalning sog'ish karuseli E300 modeli bo'lib, 50 ta sigir uchun moslashgan. Bu xo'jalikda 350 ta sigir bo'lib, bir kunda 2 mahal sog'iladi. Eng samarali tarafi shundaki, hamma sigirlarni sog'ish uchun atigi bittagina sog'uvchi ishchi yetadi. Bu yerda ham sigirlar oldin maxsus separat xonaga olib kelinadi va shu yerdan to'g'ri karuselga chiqishadi. Karusel sog'ish davomida to'xtovsiz aylanib turadi. Uning aylanish tezligi shu qadar sekinki, sigirlar bemalol chiqib tusha oladilar. Undan tashqari bu vaqtda sog'uvchi yangi chiqqan sigirlarga so'rg'achlarni bemalol taqib qo'ya oladi. Hatto sog'uvchi buning uchun o'z harakat joyini o'zgartirishi shart emas. Demak, karuselning afzalliklari. Birinchidan, agar sizning xo'jaligingizda sog'in sigirlar soni juda ham ko'p bo'lsa, bu metod siz uchun ayni muddaodir. Chunki sog'ish tez va juda osondir. Ikkinchidan, sog'ish paytida sigirlar stressdan yiroqda va tinch turadilar. Uchinchidan, karuselga chiqish va tushishda sigirlar uchun yetarlicha keng va bo'sh maydon bor. To'rtinchidan, so'rg'ichlar tortib olingach, yenilarga TCR dip robotlar orqali dezinfeksiyali suyuqlik avtomatik sepiladi. Bu sigirlarning yenilarida uchraydigan bakteriyali va virusli kasalliklarga qarshi samarali metoddir. Bu kabi robotlar eski qurilgan karusellarda yo'q. Shuning uchun bu gigiyenik ish qo'l bilan bajariladi. Ma'lumot uchun shuni aytishim kerakki, oldingi videodagi sog'ish standlarida ham sog'ishdan keyingi dezinfeksiya qo'l bilan bajariladi. Aslida sog'ish karusellari ikki xil bo'ladi. Birida so'rg'ichlar sigirlarga ichkaridan turib taqilsa, boshqasida bu ish tashqarida turib bajariladi. Odatda ichkaridan turib sog'iladigan karusellar nisbatan kichik bo'lib, 12 tadan 30 tagacha sigirlar uchun joylar mavjud. Siz ko'rayotgan bu karuselingiz esa bir vaqtning o'zida 50 ta sigirni sog'a oladi. Bu yerda ham sigirlar haqidagi aktual ma'lumotlar kompyuterda ko'rinib turadi. Delpro dasturi orqali siz sigiringizdagi kunlik sut miqdori, undagi aktivlik va boshqa ko'plab belgilarni har xil diagrammalar shaklida kuzatib bora olasiz. Agrar Planet kanalidan uzoqlashmang. Keyingi videolarimizda sigir sog'uvchi avtomatik robotlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hozir esa e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.